Chirchiqda kuniga minglab odamlar avtobus va marshrutkalardan foydalanadi. Lekin siz qaysi avtobus, qaysi yo'nalishda qayerga borishini bilasizmi? Bu videoda Chirchiqdagi jamoat transportlari qayerdan qayerga borishini sodda va tushunarli qilib, harakat yo'nalishlarini xaritada aniq ko'rsatib beramiz. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Ma'lumotlarga ko'ra, Chirchiq shahrida 12 ta mahalliy jamoat transporti mavjud bo'lib, shulardan 3 tasi aylanma, qolgan 9 tasi esa chiziqli yo'nalishda harakatlanadi. Birinchi marshrut shahar markazi bo'ylab aylanadi, ya'ni Oktyabr bozori, Hokimiyat, Navoiy, Markaziy bozor, Gorpark, Pitsotka, 4-mikrorayon va 3-mikrorayon bo'ylab aylanma harakatni amalga oshiradi. Agar siz 2-mikrorayonda yashasangiz, unda 10 va 2-avtobuslar siz uchun qulayroq bo'ladi. 10-avtobus ham shahar markazi bo'ylab aylanma harakat qilishi bilan 1-marshrutga juda o'xshaydi. 2-avtobus harakatni 2-mikrorayondan boshlab Yumaloq tomonga harakatlanadi. Yo'nalishda Pitsotka, Gorpark, Markaziy bozor, Navoiy, Atlant, Himprom, Bassu va Oqqoq bekatlaridan o'tadi. 25-marshrut harakatni Chinaradan boshlab ATS, O'rmon park, Pedagogika universiteti, Arbat, Hokimiyat, Navoiy, Markaziy bozor, Gorpark, Gorbalnitsa, Gorgaz, Oktyabr bozori hamda Tankviy tomonga yurib, yana Chinaraga qaytadi. 5, 7, 12 va 21-marshrutlar Troyskida yashaydiganlar uchun juda qulay hisoblanadi. Bu yo'nalishlar orqali siz Karvon bozori, Pedagogika universiteti, Markaziy bozor, 3-mikrorayon va hatto Selmashgacha bemalol yetib borasiz. 12 va 21-avtobuslar Troyskidan 3-mikrorayongacha boradi. Agar siz shahar markazi bo'ylab yurmoqchi bo'lsangiz, 12-avtobus qulay. Agar Pedagogika universiteti, Tankviy yoki Oktyabr tomonga ketayotgan bo'lsangiz, 21-avtobusni tanlaganingiz ma'qul. 5 va 7-marshrutlar ham Troyskidan harakatni boshlaydi. Shahar markazi orqali Gorparkgacha bir yo'nalishda harakat qiladi. Lekin 7-marshrut Selmashda harakatni yakunlaydi. 5-marshrut esa 3-mikrorayon, Oktyabr bozori, ATS orqali 9-mikrorayongacha boradi. 4-marshrut Yangi avlod mahallasidan harakatni boshlab, Azochik, Karvon bozori, Raddon, Oqqoq orqali Markaziy bozor va Gorparkgacha boradi. So'ngra G'uncha fabrikasi tomonga harakatni davom ettiradi. 26-marshrut Azochikdan boshlab Arancha tomonga harakat qiladi. Bu yo'nalish Karvon bozori, ATS, Pedagogika universiteti, Tankviy, Hokimiyat, Navoiy, Markaziy bozor va Gorparkdan o'tadi. 24-marshrut Yumaloqdan boshlab Azatbash tomonga harakat qiladi. Yo'nalish davomida Oqqovoq, Atlant, Navoiy, Markaziy bozor, Gorpark, Selmash, Arancha va Grand Aziya mehmonxonasi bekatlaridan o'tadi. 8-marshrut harakatni Vasmoydan boshlab ATS, Pedagogika universiteti, Oktyabr bozori, Gorpark, Markaziy bozor, Navoiy va Himpromgacha boradi. Ma'lumotlar tashtrans.uz saytidan olindi. Ma'lumot o'rnida yana bir yangilikni aytib o'tsak, 2025-yil dekabr oyida Chirchiq shahriga yangi avtobuslar keltirilishi e'lon qilingandi. Yangi avtobuslar shahar aholisi uchun qulay transport vazifasini bajaradi. Hozircha yangi avtobuslar aniq qachon kelishi noma'lum. Chirchiq shahri bo'yicha yanada foydali va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun Chirchiq Live kanaliga obuna bo'ling.